Assalomu alaykum. Mani doim kuzatib boradigan Instagram ahli. Bugun sizlarga beradigan ma'lumotim garchi o'zimga unchalik qiziq bo'lmasa ham, lekin sizlar uchun foydali bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bugungi mavzuyimiz qaynona va kelin ikki quda orasidagi bo'ladigan muzokaralar, munosabatlar haqida bo'ladi. Bizning mentalitetimiz nimaga bunaqa? O'zimizga savol berib ko'raylik. Nima uchun kelinni qabul qilishadi, qizimdek qabul qildim deyshadi, lekin borgandan keyin munosabatlar buzilishi, 1 oy, 40 kun, 2 oydan keyin yoki bir-biriga bo'ladigan hurmatsizliklar nima uchun tobora oshib ketmoqda? Bu masalan ajralishlarga ham sabab bo'lyapti. Buni sababi o'zi nimada yoki qaysi tomon aybdor deb o'ylaysiz? Demak, bunaqa jarayonda kelin tomon aybdormi yoki kuyov tomonmi? Bu meni fikrim bo'yicha bunaqa masalalarda kelin va kelinning ota-onasi, ya'ni kelin